Burunning burunusida kengri ketgan, yap-yeshil zaminda bir jup ayol yashagan ekan. Ular bu zaminda teriqchilik qilib, kunlarini oddiy, lekin ma'nilik o'tkazadi ekan. Ularning bir jup qiz farzandi bo'lib, ular qizlarining yo'lliq va adab qoidalik cho'ng bo'lishini umid qilib, cho'ng qizga Hidoyat, kichik qizga Diyonat deb ism qo'yibdi. Qizlar bir-biridan chiroyli cho'ng bo'lishga boshlabdi. Ammo ular cho'ng bo'lgan siri bir-biri bilan mijozlari bakli farqlanibdi. Xuddi bir pilakda ming hamak degandek, cho'ng qiz Hidoyat to'limi ishchan, muloyim, kishining holiga yetadigan va mehribon ekan. Ammo kichigi Diyonat bo'lsa, to'limi besham, tarsa, shaxsiyatchi va o'rin ekan. Kichigining qiliqlariga qarab, ota-onasi uningga shuncha nasihat qilsimi, ammo u ota-onasining deginiga zodi ko'nmabdi. Ular Diyonatning qo'y-payliga qarab, "Hey, balani tuqqan bilan uning qo'y-paylini tug'ib bo'lmaydi ekan" desa, deb uning keyingi baxt peshonasidan andisha qilib, qayg'uga cho'kibdi. Ay yillar o'tib, qizlar yotliq bo'lish yeshig'imi yetibdi. Ularning go'zalligi yerdagi gul giyohlarni lol qilsa, osmondagi oyni xijil qildi. Shunga ularning tangdoshsiz husni jamolining danqi yiroq yaqinga tarqilibdi. Uzun o'tmay, joy-joylardan qizlarni so'rab, elchilar kelishga boshlabdi. Qizlarning ota-onasi kelgan yigitlar bilan paranglashib, ularning yurish-turishlari va gap eg'izlariga qarab, o'zlari muvofiq deb qaragan yaqin atrofda o'ltirishliq, qo'lidan ish keladigan salom soatlik, mehri issiq ishki yigitga qizlarini kayni-kaynidan yotliq qilib beribdi. Cho'ng qiz Hidoyat turmushliq bo'lgandan keyin sahar turib, ho'yla aramlarni tozlab, suv sepib, uy makonini chinidek pokiza tutibdi. O'xshagan g'izo taomlarni tayyorlab, yo'ldishining dal kutgan yeridan chiqib, ayollik burchini yaxshi ado qilibdi. Atyoz pasli kirishi bilan u ho'yla aramlarga rangarang gul giyohlarni, turli ko'ktatlarni terib, mevali ko'chatlarni tikib, ularni sug'urib yaxshi parvish qilibdi. Uzun o'tmay bu ho'yla xuddi cho'chaklardagidek har xil gullar va turli mevalar bilan purkangan. Esil hid puroqlar tarqilib turadigan go'zal bog'u eramga aylanibdi. Qo'lim qo'shnilari biror ish bilan uning uyiga kirsa, bu go'zallikdan ko'ngli echilib, chiqib ketgisi kelmay, uzundan uzun o'ltirishadigan bo'p qapti. Ya'ni kelib, Hidoyatning gap eg'izi o'rinliq, shundaqla kishining holiga yetadigan bo'g'ashqa, atrofdagi turmushdan umidsizlanib, ko'ngli yerim bo'p qolgan ochi singillar uning uyiga kirsa, uning ko'ngillarni aram topqizadigan gap so'zlarini anglab, qalbi oftobdek yo'rib, hayotga bo'lgan ishonchisi va umidi oshadigan bo'pti. Shunga Hidoyatning go'zal nomi eg'izdan eg'izga ko'chib, yiroq-yiroqlarga tarqilishga boshlabdi. Kichik qiz Diyonatga kelsak, u turmushliq bo'lgandan keyin kun tush bo'g'icha uxlab, faqat qo'ziga ko'krab oshqandala, ondan amalsiz o'rnidan turib, qo'lning uchidala hapla-shapla tamoq tayyorlab kun o'tkazibdi. Yo'ldishi uningga bundoq qilmaslikqa nasihat qilsa, uning bilan urushib, vaqirab-jaqirab uyni beshiga kiyibdi. Bechora yigit o'zining ko'ngil arami uchun uni o'z mayliga qo'yib beribdi. Shunda qilib, necha hafta bo'la bo'lmayla, uy va ho'yla aramlar maynatchilikka petib qapti. Singlisi Diyonatning mijozini tushungan Hidoyat va opsi uni yo'qlab kelib, uning uylarini, ho'yla aramlarini tozalab beribdi. Uning uchun kuy o'g'ildan o'zri so'rabdi. Shunda qilib, oy kunlar mushu tariqada o'tishga boshlabdi. Agar qo'shni qo'limlar uningdan jiddiy biror narsa so'rab kirib qolsa, Diyonat ularga qopig'ini ochmay, "Bizda undaq narsa yo'q"
deb alayg'inicha ularni yo'liga sapdi. Shunga qo'shnilarmi bara-bara uning uyiga oyoq bosmaydigan bo'lib ketibdi. Uzun o'tmay uning yomon nomi yiroq yaqinga pur ketibdi. Kunlar o'tib, bir kuni cho'ng qiz Hidoyat mungluq naqshiga g'ingshig'inicha ho'ylada gullarga suv sepib yursa, uning quliqiga "Odam bormi?" degan ojiz bir ovoz anglanibdi. Hidoyat qarag'udek bo'lsa, yo'g'on ichib qo'yilgan darvoza oldida usti beshiga jo'l-jo'l kiyimlarni kiygan. O'riqlig'idan bir teri bir ustixon bo'lib qolgan. Chiroylarini qo'riq bosgan. Yeniga bir tal xurjunni esib ilib, bir tal yog'ochga tayinib, mo'kchiyib qolgan bir mo'may turg'udek. Hidoyat yugurib berib, mo'mayni qo'lidan tutib yo'lib elib, "Salom mo'ma, yuring uyga kirayli" deb uni uyga yetilab elib kiribdi. Ham mo'mayni to'riga boshlab, qilin ko'rpiga o'ltirg'izib, yeniga bir tal takiyni qo'yib, "Mo'ma, siz birdam o'zingizni tashlab aram ib turing. Men issiq bir piyola choy ib kiray" deb chiqib ketibdi. Mo'may qarg'udek bo'lsa, uy shu qadar pokiza va radlik bo'lib, dasturxon ustiga turli qand kezaklar tizib qo'yilgan ekan. Mo'may bu uyga tafsiliy ko'z yugurtib, bir xil illiqlik his qilibdi. Hidoyat uzunga qolmay choy ilib kiribdi. Arqadan yana o'xshitib g'izo tayyorlabdi. Ola uzundan uzun ko'ngillik paranglashibdi. Bir chaqda mo'may, "Qizim, sana ko'p rahmat. Men endi qaytay" deb o'rnidan turmoqchi bo'pti. "Mo'ma, agar sizning borar yerlar bo'lmasa, bu yerda turib qolsizlar, men sizning hollaridan o'z bolalarda xabar olaman" debdi Hidoyat. "Mening qiladigan nurg'un ishlarim bor, qizim. Men safardagi odam" debdi mo'may va nurg'un hashqolli aytibdi. Mo'may faqat unimag'andan keyin Hidoyat uning xurjinini yeydigan narsalar bilan liq to'ldirib beribdi. Mo'may qizning bu qadar mehmondozligi uchun rahmat aytib, qaytmoqchi bo'pti. Hidoyat mo'mayni yo'lab darvoza oldiga keldi. Mo'may Hidoyatning qo'lini tutib turib, "Bir umr bayashachilik ichida xo'shal-xo'ram yashag'aysan. Ömrün uzun, baxting teximo ziyoda bo'lsin, qizim" deb Hidoyatning peshonasidan so'yib qo'yib, yo'liga ravon bo'pti. Ikkinchi kuni kichik qiz Diyonat uyida ig'nab yotsa, darvoza qattiq chekilibdi. U g'otildig'inicha berib, darvozani ochib qarasa, darvoza tubida tunugin Hidoyatning uyiga kelgan Sohil mo'may turg'udek. "Nima ishingiz bor, odamni uxlatmay" deb oliyib qarabdi Diyonat. "Qizim, menga yegudak biror narsa bersangchi" debdi mo'may. "Voy yo'q, bizda sizga bergudak ortiq narsa yo'q" debdi Diyonat. "Biror burda non bo'lsinmi bo'ladi" debdi mo'may yolvorib. Lekin Diyonat, "Men yo'q dedim-ku, boshqalarning uyiga kirib so'rab beqing" debdi-da, arqadan zardi bilan darvozani mo'mayning yuziga qattiq yepib etibdi. Mo'may darvoza tubida birdam turib olgandan keyin yuqori ovozda, "Kishilarning diliga azor beradigan bu zuvaning tutilib ketsin" deb qo'yib, yo'liga ravon bo'pti. Diyonat uyga kirib ketayotgach, mo'mayning bu gapini anglabdi va pisand muqammay g'otildig'inicha uyga kirib ketibdi. Kashqurun Diyonat valaqshig'inicha bu voqeani yo'ldishiga so'zlab beribdi. Uning azozulliqidan qo'rqib ketgan yo'ldishi uningga bir eg'izmi so'z qilmay, bir hazog'icha o'hsinib o'ltirib ketibdi. Atsi Diyonat kun tush bo'lib, qo'zig'i ko'kirganda ilojisiz so'zilib o'rnidan turibdi. U toza bir g'o'tildamoqchi bo'lib, gapga tamshalganda kanidan zotila ovoz chiqmabdi. U kuchab kanini qirib yiqibdi, lekin yanala ovoz chiqmabdi. U xuddi to'ksoqvatgandek santirilib, joyida o'ltirib qolibdi. Vaqirmoqchi bo'pti, lekin vaqirolmabdi. Tuyuqsiz u tunugungi voqeani yodiga olibdi
va unsiz holda ichi-ichidan buqildab yig'lab ketibdi. Shu kuni kechqurun ochisi va opisi odati bo'yicha uni yo'qlab kelib, bo'lgan voqealarni kuyovg'ildan uqib, Diyonatni quchoqlab yig'lashibdi va o'zlarini besib olib, uningga nurg'un tasalli beribdi. Opisi Diyonatning beshini silab turib, "Qizim, balkim bu ishdimi bir hikmat bordu. Qiyin bo'lsa-mu qabul qilgin. Bundaq yig'lab o'ltirsang, ishlar texmi yomoniga o'rilib ketadi. Sen kichik bola emas. Shunga endi kamchiliklaringni tuzitib, ayollik burchingni yaxshi ado qilgin. Bu azobingni yengiltishdiki birdan bir yaxshi chora", deb nasihat qildi. Diyonat bir ig'izmi g'ing qilolmay, opasini quchoqlab, unsiz buqildab yig'lab ketibdi. Shu kuni kecha yig'lab chiqqan Diyonat atisi opasining aytqani bo'yicha sahar o'rnidan qopib, o'yli aramlarni supurib, suv sepibdi. Yo'ldishiga atiganlik g'izo tayyorlab, uni ishiga uzatibdi. Uylarini ratlab yig'ishtiribdi. Shu ishlardan keyin u o'zini xeyli yengillab qolgandek his qildi va uy ishlari qilishni ma'nilik his qildi. Ammo u yanala yig'idan neri bo'lolmabdi. Bir kuni u uy ishlarini qilib bo'lib, uyda yig'lab o'ltirsa, darvoza qiqilibdi. Diyonat ko'z yoshlarini surtib etib, berib qarasa, darvoza tubida heliqi mo'may turg'udek. Diyonat xijil bo'lgandek qilib, beshini egib mo'mayga salom qilibdi va ikki ko'ziga liqqida yosh ilib, mo'mayga yilingandek qilib, talmirib qarabdi. Shu hamon uning ko'zidan taramlab, yosh to'kilishga boshlabdi. Mo'may Diyonatni quchoqlab qo'yib, xurjundan bir tal kitob cho'nliqidagi cho'risi chiroyli qilib, seriq rangdan naqshlangan aynakni ilib, uningga sunibdi va "Yig'lama qizim, buni ol. Buni o'yinga akirib qarasang, hammani tushunasan", debdi-da, uning ko'z yoshlarini qo'li bilan surtib qo'yib, yo'liga ravon bo'pti. Diyonat yugurginicha uyiga kirib o'ltirib, aynakni qo'liga elib, uningga qarabdi. Shu hamon aynakdan bir nur tarqilibdi. Ondan aynak ichida Diyonatning ilgirki butun ish izlari xuddi kino lentisidek qo'yilishga boshlabdi. U o'zining har bir eg'iz so'zlarini anglab, har bir ish harakatini ko'rib, aynakdagi ashu qizga to'limi g'azib kepdi. Hatto uni bo'g'ib o'ltirib qo'yg'isi kepdi. "O'zimga o'zim shuncha o'sh bo'layotsam, boshqalarning amroq bo'lishi mumkinmi? Ular mening shuncha yo'lsizliklarimni ko'tiribdi", deb o'ylabdi. Oxiri u o'zining qilganlaridan qattiq xijil bo'lib, davomli ko'raverishga bardoshlik berolmay qopdi va aynakni dum qilib qo'yib, yerga o'zini etib, o'ksib yig'labdi. U o'zining yillardan beri ota-onasi va hadisini to'lim ranjitganligini, to'y qilgandan beri yo'ldishiga qilgan yo'lsizliklarini, qo'lim qo'shnilarga qilgan qo'polliklarini ko'rib, qattiq vijdon azobi tatibdi va ulardan kechirim so'rashi kerakligini to'nib yetibdi. Kechqurun yo'ldishi qaytib kelganda uni kulib turib qarishi apdi va g'izo tayyorlab billa yebdi. Uning o'ziga yo'l qo'yib kelgan yo'ldishiga deydigan shuncha ko'p gaplar bo'lsa-mu, ammo deyolmagashga yo'ldishining putiga beshini qo'yib, yana unsiz yosh to'kibdi. Yo'ldishi bo'lsa, uning beshini silab turib, uningga tasalli beribdi. Atsi Diyonat uy ishlarini qilib bo'lib, ota-onasini yo'qlab beribdi va ularni quchoqlab, yomg'irdak to'kilib ketibdi. Ularga yordamlashib, uy ishlarini qilishib beribdi. Kechqurun uyga qaytib kelib, o'xshagan g'izolarni tayyorlab, yo'ldishini saqlab o'ltiribdi. Atsi yana uy ishlarini qilib bo'lib, hadisining uyiga beribdi va uni uzun quchoqlab, yana monchaqdek yoshlarni to'kibdi. U hadisining hikmatlik so'zlarini anglab, ko'ngli xeyli ko'tarilib, xushal holda uyga qaytib ketdi. Shunda qilib,
Diyonat butunlay o'zgarib, boshqacha bir odamga aylanibdi. Hoyla aramlari har qachon pokiz ichilib turadigan bo'pti. Vaqti-vaqtida g'izo tayyorlabdi. Yo'ldishiga hurmat qilib, ayollik burchini joyida ado qilibdi. Ota-onasini vaqtida yo'qlab, ularning ishlariga yordamlashibdi. Uning mehr berishi bilan oilasi shu qadar illiq makonga aylanibdi. Hatto u mushundaq ishlar bilan paypitak bo'lib, o'zining gap qilolmaydiganligini yodidan chiqarib qo'yibdi. U hayotni ma'noga ega qiladigan narsaning mehr muhabbatni ham bahrlash ekanligini cho'nqur his qilibdi. Shundaq kunlarning birida u uxlab yetib bir tush ko'ribdi. Tushida ap-oq kiyim kiygan bir mo'may uning ko'z oldida paydo bo'libdi. Diyonat sinchilab qarasa, u dal uningga sehrlik aynakni bergan heliqi Sohil mo'may ekan. Mo'may uningga qarab kulimsirganicha, "Qizim, menga salom qilmamsan?" debdi. Diyonat kanini qirib qo'yib, "Salom mo'ma" debdi. Mo'may uning salomini ilik olgandan keyin, "Sen endi ko'nglingdagi kishilaringga degung bor gaplarning hammasini desang bo'ladi, qizim. Baxtlik bo'lg'in" debdi-da, nurlar ichida g'oyib bo'pti. Diyonat "Mo'ma" deganicha uyg'onib ketibdi. U uyg'onib, o'zining "Mo'ma" deb vaqirayotganligini anglabdi va past ovozda "Mo'ma" debdi. Ondan xushalliqidan o'z-o'ziga so'zlagandek qilib, "Mo'ma, rahmat sizga" debdi. Arqadan u yo'ldishining ismini chaqirib uyg'otibdi. Yo'ldishi xushalligidan nima qilarini bilolmay qopdi. Diyonat yig'lab turib, uningga ko'nglidagi gaplarning hammasini aytibdi. Shunda qilib, u ota-onasi va hadalaridan ilgirki qilganlari uchun kechirim so'rabdi. Qo'lim qo'shnilarini yo'qlab, ularning o'zini afu qilishini so'rabdi. Ular bilan o'zaro yordamda bo'lib, ejil inoq o'tibdi. Shuningdan keyin Diyonat har kuni kechda sehrlik aynakka qarab, o'zining ish izlari va gap so'zlarini kuzatadigan bo'pti. O'zi yoqtirmagan yerlari bo'lsa, tuzitibdi. Diyonat shu qadar o'zgaribdiki, uning asl nomi yiroq-yiroqlarga tarqalibdi. U haqiqatan ismi jismiga loyiq Diyonatga aylanibdi. Uningdan ta'lim og'ili keladiganlarning oyig'i uzilmabdi. Yillar shu tariqada o'tibdi. Ular 3 farzandlik bo'pti. U o'zini kuzatishning muhimligi, har bir ig'iz so'zni va har ishni qilishdan avval uning oqibatini ko'p o'ylanish lozimligini mezon qilib, o'z farzandlarini intayin yaxshi tarbiyalabdi. Sehrlik aynak avloddan avlodga miros qilib, odam bo'lish va qandaq yashash haqida o'z zamonasidagi kishilar orasida g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatib keldi. Aytilishlarga qaraganda, sehrlik aynakka bo'lgan varislik qilish ta bugungacha davomlashib kelayotganda, u hozirmi zamonimizda kishilar orasida bormish.